Bugun qay bir mahallaga bormang, o'nlab ayol tadbirkorlar faoliyati bilan tanishishingiz mumkin. Ular yurtimizdagi o'zgarishlarni, yangilanishlarni sezib, his qilib yashamoqdalar. Toshloq tumanida ham xotin-qizlar bandligini ta'minlash, ularni tadbirkorlikka jalb etish borasida belgilangan dasturlar asosida ish olib borilyapti. 2025-yilda aynan ayollar daftariga 5755 nafar ayollar olingan va ulardan 5420 nafari bandligini ta'minlash bo'yicha birinchi toifaga qo'yilgan. 5420 nafar ayoldan 390 nafari o'zini o'zi band qilgan. Hozirgi kunda ularning ichidan 800 nafari tadbirkorlik faoliyatini olib borish uchun o'qitilgan va bandligi ta'minlangan hozirgi kunda. Toshloq tumanidagi trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxonada 216 nafarga yaqin xotin-qizlar ish bilan ta'minlanganlar. Ular uchun bu yerda barcha sharoitlar yaratilgan. Menga o'xshagan yosh kelinlar ham bu yerda ko'plab ishlaydi. Ishxonamizda ish imtiyozlari juda ham kengaydi. To'liq ishlaganlarga rag'batlantirishlar bor. Bundan tashqari bog'chani 50% to'lovini ham to'lab berishyapti ishxonamizda. Bundan juda ham xursandmiz. Prezidentimizga katta rahmat. Yurtimizda yaratilayotgan har bir ish o'rni, qad ko'tarayotgan har bir korxona, eksport bo'layotgan har bir mahsulot tadbirkorlarimizning tashabbus va izlanishlari mahsulidir. Hozirgi kunda 216 nafar xotin-qizlar faoliyat olib boradi. Shundan 26 nafari ijtimoiy himoya reyestri hamda kambag'al oilalar sifatida yoki nogironi bor oilalar ayollari faoliyat yuritadi. Korxona mahalliy xomashyodan mahsulot ishlab chiqaradi. Kunlik 3-3,5 ming dona, oylik 9-10 ming donagacha mahsulot ishlab chiqaramiz. O'rtacha ish haqimiz 1,5-4 millionni tashkil etadi. Korxonada mahsulotlar xavfsizligi va sifatini ta'minlash hamda uni baholashga alohida e'tibor qaratiladi. Juda ko'p korxonalarda kuzatganmiz, faqat malakali xodimlar talab etiladi. Lekin bizni korxonamizda ustoz shogird an'anasi yo'lga qo'yilgani sababli bizga hech qanday malaka talab etilmaydi. Malaka talab etilmagan holatlarda ish haqi demak razryadlar tizimida baholanadi hamda og'zaki suhbat asosida ishga qabul qilamiz va 15 kunlik sinov muddati davrida xodimga to'liq ish jarayoni o'rgatiladi mutaxassislar tomonidan hamda ular 15 kundan keyin to'liq ish jarayoniga qo'yib yuboriladi. Juda ko'p savol bo'lishi mumkin. Masalan, 15 kunlik o'rganish davrida ish haqqi to'lanadimi degan. Ha, albatta, ish haqqi o'rganish davri uchun ham to'lab beriladi. Tadbirkorlar uchun yangi O'zbekiston, yangi imkoniyatlar, yangi g'oyalar va yangi bozorlar maydoniga, innovatsiyalar va investitsiyalar markaziga aylandi. Bugungi tadbirkor bu kechagi tadbirkor emas. Odamlar tadbirkorlikning hadisini olib, ishbilarmonlarga aylandi. Yurtimizda esa barqaror rivojlanayotgan yangi biznes hamjamiyati shakllandi.